Hürmetli vatandaş, leksiyemizi davamlaştırımız. Endeki leksiya, değil mi? Burun çizla. Bugün çizla 2022 yıl 8. ayına 25. günü vatandaşım. Başta yukarı kısa ketto haber bile endi deyli. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Dokulat Uygurlar doğrusu tayyorlanan ilan kılmasa, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Uygurga münasebetlik haberlarni Amerika Ovozi radiosi Uygurga münasebetlik haberlarni hatta Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi ilan qilyotdi. Amerikaga madad va nusrat ata qil Allah. Mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Jungo Kompartiyasining internet boshlig'ini tashviq targ'ibot bilan to'ldirib, xalqaro jamiyatda Xinjiang masalasi to'g'risida so'zlash huquqini tizginlamoqchi bo'lganligini pash qildi. Mavzuli xabar 8 ayning 25 kuni Amerika Ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar qanday boshlandi? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi haftaning 3 kuni, ya'ni 8 ayning 24 kuni e'lon qilgan bir parcha dokladida xalqaro jamiyatni ogohlantirib, mundaq ko'rsatdi. Jungo ajdor masallik diplomatlardan foydalanib, chet el matbuotlari va xususiy matbuotlarda ta'siri bor to'rbetlarda xabar va maqolalar e'lon qilib, internet boshlig'ini qoplab, Xinjiang masalasi to'g'risida yer sharlashgan jamoat fikrini va Xinjiang masalasi to'g'risida mustamlik Uyg'uriston to'g'risida so'zlash huquqini tizginlamoqchi bo'ldi. Bütün yer shari bo'yicha soxta hiyla-mekerlik, kuchur va tashviqotlarga maxsus zarb beradigan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi yer shari bo'yicha qatnashish markazi haftaning 3 kuni, ya'ni 8 ayning 24 kuni Jungoning butun yer sharida Xinjiang masalasi to'g'risida jamoat fikrini tizginlamoqchi bo'lgan tirishchanligini to'g'risida doklad e'lon qilib, Jungoning tizginlashga urinishlarini va Xinjiang masalasi, mustamlik Uyg'uriston masalasi to'g'risida fikr qilish huquqini tizginlab, Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar va boshqa sonliq millatlarni beshidan kechirgan va beshidan kechirayotgan yo'qotish va insoniyat qarshi jinoyatlarni xabar qilayotgan mustaqil matbuotlarni xunuklashtirib, qadamni moslashtirish orqali Beijingdan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni mustamlik Uyg'uriston masalasi to'g'risidagi yolg'on so'z iboralarini va bayonlarni targ'ib qilish orqali Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilish to'g'risidagi xabarlarni besvatmoqchi va yonga chiqarib qo'ymoqchi bo'ldi. Hamda Jungoni bu to'g'rida tanqid qilayotgan arboblarni parokanda qildi. Bu aralishish markazi yaqindan beri Jungo Kompartiyasi va Rossiya doiralari qo'llayotgan soxta uchur va yolg'on tashviqot tarqatish tirishchanliklarini fosh qilish doirasini kengaytdi. Dokladda mundaq ko'rsatildi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi tayyorlagan dokladda mundaq ko'rsatildi. Jungoning uchur tarqitish taktikasi, uchur tarqitishi orqali internetda ko'p miqdorda yolg'on uchur tarqitib, uchur muhiti yaratish. Beijingning tashviqot o'xshamaydigan mazmunlarni cheklashni qo'lga keltirish hamda Junxo Xalq Jumhuriyatining siyosatlarini qo'llaydigan soxta qiyofat, soxta ko'rinish, soxta manzara yaratish. Bu orqali Jungoni tanqidlash, sadolarini besib etish. Uchur tarqatquchi va targ'ibot elib borg'uchi Jungo tashviqot organlari
murakkab aqliy iqtidordan foydalanib, suratlarni yasab chiqib va ishlatuvchilarning materiallarini o'ydirib yasab chiqib, yolg'on material bilan rostchilik va chinlikni qalaymakonlashtirdi. Jungo spirlashgan davlat alqigan bastırışni yo'lga qo'yib va internet makonidagi unsurlar, ya'ni mening tilimda qizilboshlar den foydalanib o'xshash bo'lmagan fikrlarni bastırdı. Dokladda Jungo hukumati ishiltib odatlangan misollar keltirildi. Naql qilib keltirildi. Davomini anglaysiz.